Assalomu alaykum. Men Navoiy shahridan Sharipa Nilufarman. 1984-yilda tug'ilganman, 4 farzandli onasiman. 2018-yildan buyon reumatoid artrit kasalligi bilan xastalanganman. 3-chi farzandimga homiladorlikda mana shu narsa yuzaga chiqib qolgan. Reumatoid artrit ikki tomonlama koks artroz tashxisi qo'yilgan. O'zimizda davolash muolajalarini olganman. Undan keyin yana bir homiladorlik bo'lib, shu homiladorlikdan keyin kasallik ozgina rivojlangan menda. Buni sababi sifatida ko'rsatishim mumkin. Palapartish lecheniya olish, o'sha dorilarni dozirovkasini to'g'ri qo'ymasdan lecheniya olish deb o'ylayman. Doktor Paradip haqlarida internet tarmoqlarida xabardor bo'lganman va kasal davolagan o'sha bemorlar bilan suhbatda bo'lganman ayrimlar bilan va yaxshi ijobiy fikrlar eshitganim uchun shu yerda davolanish fikri, xohish paydo bo'lgan menda. Shu uchun mana hozir keldim. Mendagi muammo tizadagi shish, sinovet, bursit bunaqalar qo'yilgan tizamda. MRT natijalari shunaqa ko'rsatgan. Operatsiya qilamiz deyishgan Toshkentda. Yaqinda avtohalokatdan bo'lib, bu kasallikka ko'p ham e'tibor qilmay qo'yish natijasida rivojlanib qolgan. Menda o'sha suyuqlikni qotib qolgan deb aytishdi Toshkentda. Yana ham aniqlik kiritish uchun ishonchliroq, endi bu bilan qaysidir shifokorlarni yerga urish yoki ular o'zini sohasi mutaxassisi emas degan maqsadda emas. Shu kishiga ishonib kelganman. Adashmadim deb o'ylayman. To'g'risi boshida anglashilmovchiliklar bo'ldi, ikkilanishlar bo'ldi, oilada qarshiliklar bo'ldi. Hammasini bir chetga surib, ishonch bilan keldim. Xudo xolasa adashmabman. Ahvolim ancha yaxshi, xursandman. Insonda sog'lik bo'lmasa, kayfiyat ham bo'lmaydi, hayotni chiroyli taraflarini ham ko'ra olmaydi deb o'ylayman.